Hello barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan ham har doim RZTX. Bugungi kunimizda o'sha survival qilamiz. Ko'pdan beri 3-4 haftadan beri sizlar bilan video olmagan ekanman va sizlar bilan emas, endi uzun video olmagan ekanman. Endi videoni boshladik. Ko'p gapirishni xohlamadim. Videoni boshladim. Albatta birinchi o'rinda daraxt chop olamiz. Va versak yasaymiz. Daraxtlarimiz va versak va tayyor cho'p va yana matga versak qo'yamiz va kirka yasaymiz. Kirka yasagan so'ng qo'yamiz. Qorga tushishimiz kerak, albatta qorga tushish kerak. Qorga toshlikka qo'yish kerak. Mana albatta yuqoridan ham chiqib oldik. Kirkamiz so'nguncha nima qildik? Bu yerga endi kattagina qabr qilib qo'yamiz. Birinchi shaxtamizni qabrini albatta bo'tga ham anaqa bo'lish kerak-ku, o'zining narsasi. Короче, bunk bo'ldi va marta daraxtlarni chop tashlaymiz. Albatta siz zerikkandirsizlar, mana shu daraxt hozir yo'q qoladi, ko'rishlar mumkin. Mana albatta chop tashladik bu daraxtni ham va bu daraxtni ham yo'q qilmayman. Yo'q qilaman. 1, 2, 3. Mana albatta yo'q qildim va hozirda bitta daraxt bor edi, qaytib ketgani mana ekan. Hoppa, oldim mana. Endi yo'lga otlanamiz. Va meni kanalimga obuna qo'yinglar. Kanalga ko'p odam obuna bo'lmasdan videolarni ko'rar ekan. Shuning uchun ham obuna bo'lib turib videolarni ko'ringlar. Bizlar ham tezda 250 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Hammaga rahmat, biz 200 ta bo'ldik. Hatto horor ekan. Ya'ni ko'mir tutdi. Ko'mir olmasak bo'lmaydi. Hozir temir topsak temirlarni eritishga yog'ochimiz bizlarda kam-ku. Agar juda ham ko'p gapirgan bo'lsam uzr. Men o'zim shunaqa ko'p gapirardim. Yo'q, ko'p gapirmasdim. Albatta ko'p gapiradigan bo'lib qoldim shu kunlarda. Ma'lum. Lekin endi bu yerga temirlarni topish kerak. Faqat ko'mir topmasdan. Endi ko'mirlar ham kichkina to'ldi va marta temir sindirgan videolarimizni qo'yamiz. Ruda qazigan desa ham bo'laveradi. Faqat temir qazmayman-ku. Olmos ham qaziyman. Va bu yerda hech biri yo'q. Va bu yerda ham temir bor ekan. Men effekt qo'shdim bu videoga. Effekt qo'shishimdan sabab g'or katta va qorong'u. Effekt qo'shganda yorug'roq ko'ringanligi uchun effekt qo'shdim. O'zim ham zelenasini katta qilib ko'ryapman. Zelenani nima deydi? Darksini. Va bu yerdan mislarni qozolamiz. Nima kerakligini. Men hozir eng oxirgi versiyada o'ynayapman. Va kechgadan va mana shunaqa qilib men o'zimni 10-15 minut vaqtimni mana shu joyda o'tkazdim. Bu juda ham qiyin, ko'proq vaqt ketdi deb o'ylayman. 10-15 minut bu juda ko'p vaqt. Va bu yerdan tushsam bo'ladimi? Albatta endi bu yerga tushamiz. Va mana tushib oldik bu yerda. Yo'q, olmos bor ekan u. Katta g'orda olmos bor ekan. Va olmosdan qazib olamiz. Menimcha boshqa olmos qolmadi. Iz vardı bu yerdan beri. O'lib qoldim. Va bu
G'orda ham o'lib qoldim va o'lib qolgandan so'ng ko'p yo'l yurdim. Va e'tibor bermaymiz. Ko'pchilikda ham bo'lib turadi. Juda ko'p vaqtdan keyin biz nimaga erishdik? Aytsam ishonmaysizlar. Men portal qurishga erishdim. Meni portalim yarim soat bo'lgandir mana. Yarim soat vaqtim ketdilik. Stop. Mana kimdan uloqlashaveradi men temirli kiyim qilish kerak endi. Temirli aslahalar qilaman. Hisob turaylikda. Ersam qani mani? Короче, bo'ldik. Eng birinchi portal kirganim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu yerda men ko'p narsa topolmadim va 5-10 minut yurdim va qanaqa qilib o'lganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shunaqa vaqt o'tdi. 40x speedda videoni qo'ydim. Bitta bo'lsam endi uchinchi qilib olmadim. Mana lava bor ekan. Davay. Bitta to'sib qo'yamiz. Mana olamiz va mana qilamiz mana shu yerda. Mana shunaqa qilib ko'proq nima qilish edi. Va shu niyatimga erishdim o'rtoqlar. Lekin mana boshim umuman ishlamadi. Ishda o'rniga yegulikni olib yuboribman. Steak. Asl nomi steak. Короче, biz o'lib qoldik. Va o'rtoqlar ko'plab moblar meni o'ldirib qo'ymoqchi bo'ldi. Va men qayerga ketaman ekanligimni topolmayman. Davay ketdik. Bu yerga o'zimizni mashhur binomizni, haykalimizni va bu yerda creeper kirayotgan ekan, oldin to'sib qo'yamiz va bu Mojang Studio basharasiga yo'q. Basharasi yaxshi va uni yaratgan odamga rahmat aytib qo'yamiz. Va o'rtoqlar, bu yer yorug'-ku. Davay borib ko'ramiz. Lava ekan u. Yana lava ko'li. Yo'q, men yana portal qurmayman. Короче, qishloq topish kerak. Qishloq chiqmasa hisob emas. 20 santimetr bo'lsa hisob emas. Короче, o'rtoqlar, men vahshiyman. Hazil, oy. Voy, nima deyapman o'zi? Короче, hech bir qilmadi. Meni ayb yo'q. Hech qanday ayb qilmadim. Aybli ishim yo'q. O'zi qora tanli emasman. Oq tanliman. Oq tanli lekin oq tanli emas. Bo'q rangman, bo'q rang. Nima deyapman men? Короче, men sizlarga bu videoni kesib qilyapman albatta. Bu yerda qishloq chiqdi va meni video zapisim olmay qolibdi va mana shu vaqtda 1 soat vaqtim ketgan ekanligini bildim. Va ko'p vaqtdan keyin men shaxtada o'lib qolgandan boshlab zapis qilgan ekanman. What the fuck? Va mana bu shaxtada 5 ta olmos topdim va mana bu kravatam yasab oldim. Yuqorida otim bor, otimni zapisga olmagan. Albatta men zombiyam zaif. Tushungandirsizlar, tushunmagan tushunmadi. Короче, mana effekt
Ko'rib turibsizlar, meni ishim bor bo'ldi. Shuning uchun ham hammaga xayr, video tugadi. Din nahu